Assalomu alaykum. Ukam bilan lobbi 3-qism. Meni maqsadim yoz oxirigacha 1000 ta obunachi bo'lish. Shunga yetkazinglar iltimos. Shuncha harakat qilaman. Ukam bilan lobbi o'ynayman. Lobbi ketyapti. Ham vaqtim ketyapti. Bu to'rtta qismini chiqargani 1 soat 2 soatlar vaqt ketyapti. O'shanga obunachilar 1 soniya ichida borib qo'yasizlar. O'shanga obuna bo'lib qo'ysanglar, xursand bo'lardim. Bo'ldi endi o'yinda. Ikkita qit dedi, Korek bilan M29 da. Sakrabchamiz. Bu qanday havada hit berib qo'ydim. Qanday? Ana yerda 4 talardan hit desa degan bilmadim. Hozir ko'ramiz. Hostinglar ko'ramiz. Kirgizmasa bo'ldi. Bu 4 talasida ham hit deydi. 4 tala snayperda ham hit deydi. U birontalar ketayib, bundan keyin anaqa yotdi. Hop, qochamiz. Qattiq qo'ydim. Mayli, hozir keladi. I need a weapon. Ketdik. To'g'ri chiqamiz. Orqasidan qo'llab qo'yadi. Yana yutishsiz ko'ramiz. Voy, ichkari kirishga sal qoladi lekin sal qo'yganman. Navjo ichkari kirdi, faqat devorga tegadi. Davay. Boshqa bo'ladi. Bu o'ldi. Davay. Qilichda. Naqd bosh qilib turamiz. Tugadi.